gaplashib ko'rasizlar. Karina, assalomu alaykum. Bizni ham chaqiring tayyor bo'lsa. Xo'p bo'ladi. Shohroz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta snayper ekan. Shohruh deb o'qibman. Uzr aka, assalomu alaykum. O'ziga o'xshab shirin chiqsa kerak. Men lekin ovqat qilsam uyda qolmaydi. Menimcha shirin chiqadi. Men o'zim qilgan ovqatni yeya olmayman. O'shanga shu anaqaga qiziqaman deya ovqat tayyorlashga, oshxonani ishiga. Shu yerdan ish qidiryapman, chiqmayapti. Tanimaydilar semyadoshlarni. Uzr, biz yeymiz. Xo'p bo'ladi. Va alaykum salom, rahmat. Yaxshi o'zingiz qalaysiz? Maziz yaxshimi? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Balkon, assalomu alaykum. Men kelayotganlar. Bo'ladi-da. Aldamang. Oldingizdagilar och qo'ygan payt siz kerak. Hech qanaqa. Yaxshi bo'ling, Karim opa. Hech qanaqa. Nabarot, menga qachon siz ovqat tayyorlaysiz deb sinalarim aytardi. Bolalarim, mani choyxonamda ishlaysizmi? Astoydil. Sizni choyxonangiz Zarkentda bo'lsa, mani yo'lkiram bilan to'g'ri keladi-ku. Masofani qarang qanchaligini. Ko'zingiz chiroyli ekan, rahmat. Keyin siz choyxonangizda shashlik pishiramanmi? Azimliak. Shashlik deganga, men shashlik pishirishni ham bilaman. Если что. Uyda o'zim bunday qilib yelpib turardim, tayyor qiymani olib kelib. Mana bir xushomad qiling. Qani? Yo'lkirangiz alohida. Buxorodan ham ish chiqdi menga. Rustam aka, Buxoroga ham taklif qilishdi. Keling, menga pishirib ber. Zodi, keling, menga pishirib bering, opa. Xo'p bo'ladi. Kelajakda Xudo xolasa, nasib qilib qolsa, endi kimni peshonasiga nima bitilgan bilmayman-u. Oshxonami, ovqatlanadigan joymi ochsam, обязательно hammanglarni, hurmat qilgan insonlarimni hammasini chaqiraman. Kelasizlar, mehmon bo'lib ketasizlar. Shef-povur o'zim bo'laman. Toshkent, Zolotoy aka. Birinchi men boraman. Bo'ldi, Lochimbek aka, keling. Nasib kelasizlar. Hammanglarni chaqiraman. Bo'ldi, endi xatosiz ko'ngil meni ishga chaqirmaydilar. Raqib chiqdi deb o'sha qilgan ovqatlaringizni dostavka qilib yuboringchi, mazasini ko'raylikchi. Xo'p bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa ayting. Xo'p. Men qolib ketmay bo'ldi, sizni ham chaqiramiz. Inshaalloh. Aydi rahmat, inshaalloh. Iloyim o'xshasin. Men tayyorman. Bo'ldi, kelasizlar. Mana dushi povur qidiryapman. Endi povur qidirayotgan bo'lsangiz, домашний ovqatlar bilan u choyxona, restoranda qilinadigan ovqatlarning farqi bor-da. Layklar uchun rahmat. Yuraychilar uchun rahmat. Men yordamga tayyorman. Tilang tilagingizni. Opa, 3 ta tilagim bormi? Oyi. Layloxon bor, bolam.